Sardor aka, assalomu alaykum. Tuzukmisiz? Charchamayapsizmi? Aka, mana bulardan sizga ko'rsataman. Mana o'sha 8000 seriyalik Engelberg. 2 qavat, 3 qavat o'yna oladi. Endi ma'lumot sifatida berib ketyapman. Funksional teshiklari hamma narsasi bor aka. Bularning kvadrat metrini aytaman aka. O'rtacha 150-160 dollardan chiqadi aka. Kengisi Engelberg 7000. Mana 5 ta kamera, metal qalinligi 2 mm, devor qalinligi 3 mm. Kameralar soni 5 ta aka. Hop, bitta ramka shatlankasi o'rtacha 500-600 ming so'mga to'g'ri keladi, mana shu ko'rinishdagisi. Qalinligi 7 cm. Mana bunday funksional teshiklari bor ekan. Hammasi kak bo'lishni, issiqqa, sovuqqa chidamli. Bular narxi o'rtacha 135-140 dollar atrofida chiqadi aka. Mana o'si bor. Bunisi endi 6000 trio. Kameralar soni 3 ta, metal qalinligi 1-2-1,5 bo'ladi aka. Bunda hozir energiya tejovchi o'yna qo'yilgan. Bularda o'rtacha kvadrat metri 105 dan 115 dollargacha to'g'ri keladi aka. Mana bunday ham funksional teshiklari bor hammasi. Ruchkalar rotto bo'lgan. Mana mexanizmlari ham bor. Buni ichida eshiklarimiz qolib ketibdi. Eshiklarimiz termo. Aslan kirish yo'llariga ishlaydi. Kamerasi 3 ta buniki, o'sha ves ko'tarishi ancha yuqori, sifati juda ham zo'r. Buni o'rtacha kvadrat metri aka, men primerni aytyapman, jicha plus minus bo'lishi mumkin. 270-280 dollar chiqadi aka, mana shu rangdagisi. Hop, keyingisi chempion degani bor. Chempion degani. Bu ham xuddi o'shanga o'xshaydi, lekin palyameti yo'q. Issiqda bu ham yaxshi ishlaydi, lekin sovuq seriyaga kiradi. Bu ham xuddi termoga o'xshab ko'rinadi. Termon aksessuarlar tushadi. Buni narxi ham o'rtacha shu 145-155 dollar chiqadi aka. Shunaqa atrofda chiqadi. Bunisi endi 6,5 ming penta degani. Kamerasi 5 ta, metal qalinligi 1 mm bo'ladi aka. 2 qavat, 3 qavat o'yna oladi bu ham. Bunda ham o'sha funksional teshiklari bor. Hammasi ideal darajada. Bularning kvadrat metri o'rtacha shu 90-95-100 dollar atrofida chiqadi 1 kvadrat metri. Endi primerni aytyapman. Bundan kamroq bo'lishi ham mumkin yoki ko'proq bo'lishi ham mumkin. Ichki MDF eshiklarimiz bor aka. O'rtacha 1,5 million, 1 million 700 mingdan boshlanadi bu kvadrat metri. Bular ham original Novzan eshiklari. Kevamdaqangi surma eshiklarimiz ham bor. Endi bu narsaga ehtiyoj bormi yo'qmi sizda bilmadim. Endi videosini olib qo'ydim. Keyin yangiroq varianti bor mana bu yerda. 35 seriya deymiz buni. Keyin bu yerda termo romimiz bor. Bu ham o'rtacha 155-165 dollar atrofida chiqadi. 78 termomiz bor mana ko'rinish. Bu ham o'ziga yarasha chiroyli. Bu ham shu 270-290 dollardan to'g'ri keladi 1 kvadrat metr aka. Bu aytgan narxlarning primerni aniq narx emas. Menda dasturga tushganda o'sha kompyuterda o'zi hisobga taqib beradi. O'sha material rasxodi ko'p yoki kamiga qarab turib, keyin ishlatadigan aksessuarlarimizga qarab turib narxlar o'zgaradi. Mana har xil hisoblardan tayyorlab qo'yganmiz bu 80 taligi. Mana ichida penasi bo'ladi ekan. Mana bunday gubkasi bor. Keyin bizda maxsus uskunalar ochadi. Mana metalga ham shunday chiroyli ishlar beradi. Haligi jonsahaviklarda kesak, mana tili, mana qanaqa narsa qo'ysa, bizda o'sha kalkulashni apparati bor. Chiroyli qo'yib beradi. Keyin kapiravanni robot uskunamiz bor. Mana zamoqchalarni o'zi ochadi. Masalan, inson omili aralashmagan holatda. Ideal darajada chiqadi. Aksessuarlar juda uzoq xizmat qiladi shuni hisobiga. Mana bu yerda ham hattoki mana tirnoqlarni ham apparat cho'tka qilib oladi ekan. Endi hozir ish vaqtimiz tugagani uchun keyin ozgina nima bo'lib turadi. Endi
nasib bo'lsa ertaga chiroyli hisobini qilib beraman-da. Ma'qul desangiz. O'shaning uchun bularning ichidan birini tanlab bersangiz, men uchun ham tanlov qilish osonroq bo'ladi, hisob-kitob qilib berishimiz. Hammasi yaxshi, lekin plastmas romlar to'g'ridan-to'g'ri quyosh tushadigan joyga bo'lmaydi. Sababi o'ziga yarasha ozgina kamchiliklari bor, lekin kamchiligi bilan ham haligi hisob-kitob qilib ishlov berilgan, чтобы ertaga deformatsiyalanish kamroq bo'lishi uchun mana bunday funksiyalar teshiklarni uskunalar ochib ketadi. Qisman buralishni kamaytiradi bular. Lekin sovuqda ham plast zo'r ishlaydi.